Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum. Mana oyim shaharchamizda yana bitta chiroyli, ko'rkam choyxonamiz bitta, xudo xolasa. Inshaalloh mana qo'ylarni so'yib tayyorgarlik ko'ryapmiz. Barchalarga avvalambor taklif qilib qolamiz. Mana shu oyim shaharchamizda. Manzilimiz Arslon choyxonasining yonida. Barcha sharoitlarga ega, xudo xolasa oilaviy kelib mana shu yerlarda dam olib ketsanglar bo'lardi. Barchalarga taklif qilib qolamiz. Ko'rkam, shinam oilalar bilan, mehmonlar bilan bemalol kelib dam olib ketsanglar bo'ladi. Inshaalloh ertaga ertalabdan ishni boshlaymiz. Mana hozir tayyorgarlik ishlari ketyapti, xudo xolasa. Barcha qulayliklarga ega. Xonalarimiz keng, shinam, so'rilik, lyuks, divan, kresloli xonalarimiz bor. Bemalol kelib inshaalloh dam olib ketsanglar bo'ladi. Kuxnyamiz bari professional povurlardan iborat. Shashliklar, baliqlar barcha imkoniyatga ega. Shirin taomlar. Yana bir bor barchalarga taklif qilib qolamiz. Xudo xolasa, marhamat. Choyxonamiz xudo xolasa ertaga ertalabdan inshaalloh ishga tushadi.